Assalomu alaykum. Bemorimiz Dang'ara tumanidanlar. Bemorimiz 17-mart kuni yashash joylarida yiqilib shikast olganlar. Bemorimiz chap son suyagiga shikast natijasida singan. Yosh katta insonlarda son suyagining bo'yinchasidan singanda bitmaydi. Shu sababli bizga murojaat qilishdi. Bemorimizga endoprotez qo'yish amaliyotini tavsiya qildik. Xudo xolasa bemorga Allohdan shifo tilaymiz. Operatsiyadan keyingi jarayonlarni qo'yib boramiz. Bemorimiz Dang'ara tumanidanlar. Bemorimiz bir necha kun avval video qilgandi. Bemorimizni chap son suyaklar bo'yindan singan. Bunaqa siniqlar bitmaydi. Bemorga endoprotez amaliyotini tavsiya qilgandi. Endoprotez qo'yildi. Bemorimizning o'zidan fikrlarini eshitamiz. Yurib bir ko'rsatib berishingiz mumkin. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana Alloh shifo beribdi. Shunday tavsiyaga amal qildim. Mana Xudo xolasa shifo topib ketdi. Bizdan boshqa kim shunday nimasi tavsiya qila olamiz. Qo'rqmasdan tavsiya qilib shifo topaverasizlar. Amak yuravering. Allohdan sizga shifo tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Meni salomat bo'linglar. Sizlarga rahmat.